Yillar davomida sabr qilgan va mo'jiza ko'rgan ayol. Assalomu alaykum azizlar. Ba'zan inson yillar davomida duo qiladi, lekin javobini ko'rmaydi. Yillar davomida ko'z yosh to'kadi, lekin muammosi o'z joyida qoladi. Yillar davomida rahmat eshigini taqillatadi, ammo go'yo hech narsa o'zgarmayotgandek tuyuladi. Shunday paytlarda inson balki mening duoyim qabul bo'lmayotgandir deb o'ylashi mumkin. Ammo inson bilmaydiki, ba'zan duoning javobi kechikmaydi, balki o'zining eng munosib vaqtida keladi. Bir sokin mahallaning chekkasida bir uy bor edi. O'sha uyda bir ayol eri bilan yashardi. Ularning hayoti oddiy edi. Ular katta boylikka ega emas edilar, ammo turmushlarining dastlabki yillarida qalblari umidga to'la edi. Ularning faqat bitta katta orzusi bor edi. Ular farzandli bo'lishni istashardi. 1 yil o'tdi, keyin 2 yil, 3 yil ham o'tdi. Har safar mahallada biror bola dunyoga kelganida, ayol yuzida tabassum bilan onani tabriklardi. Ammo uyiga qaytganida labidagi tabassum yo'qolardi. Kechalari xufton namozidan keyin 2 qo'lini osmonga ko'tarardi. Ey Parvardigorim, agar bu istagimda men uchun yaxshilik bo'lsa, uni menga nasib qil. Agar hali uning vaqti kelmagan bo'lsa, menga sabr ber. U hech qachon taqdiridan shikoyat qilmasdi, ammo qalbining ich-ichidan yonardi. Ba'zi odamlar qattiq gaplar aytishardi. Nega hali ham farzandingiz yo'q? Boshqalar turli maslahatlar berishardi. Ba'zilar esa unga hatto rahm bilan qarashardi. Har bir shunday gap ayolning qalbida yara qoldirardi. Eri ham g'amgin edi. U ham farzand istardi. Ammo har safar xotinini yig'layotganini ko'rsa, o'zini qo'lga olardi. Bir kecha ayol qorong'u uyda yolg'iz o'tirardi. Yonoqlaridan yosh oqardi. Eri uning yoniga keldi. Nega yig'layapsan? Ayol javob bermadi. Bir necha lahzadan keyin dedi. Men juda ko'p kutishdan bir kun kelib, charchab qolishimdan qo'rqaman. Eri xotirjamlik bilan dedi. Agar butun odamlar sendan yuz o'girsa ham, Alloh sendan yuz o'girmaydi. Bu gap ayolning qalbidan chuqur joy oldi. O'sha kundan boshlab u duosini tark etmaslikka qaror qildi. Yillar o'tdi. Odamlar uni qattiq savollar bilan sinaganlarida u faqat Alloh yaxshiroq biladi derdi. Kechalari yolg'iz qolganda ibodatini ko'paytirardi. Qalbi singanda Qur'on o'qirdi. Kutishdan charchaganida esa o'ziga Parvardigorim, meni unutgani yo'q, derdi. U sabr, faqat jim o'tirish emasligini bilardi. Sabr inson qiyinchilik paytida ham Alloh haqida yomon gumonda bo'lmasligidir. Qur'onda shunday deyiladi. Albatta, Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Bu jumla uning uchun shunchaki bir oyat emas edi. Bu uning hayotidagi tayanch edi. Ammo bir kuni yana bir sinov boshlandi. Eri ishdan qaytdi, ammo uning yuzi boshqacha edi. U bir muddat jim o'tirdi. Ayol so'radi. Nima bo'ldi? Eri dedi. Ishimdan ayrildim. Bu xabar allaqachon oson hayot kechirmayotgan oila uchun juda og'ir edi. Uyga kiradigan pul kamaydi. Xarajatlar esa ko'paydi. Ba'zilar hali ham farzandingiz yo'q ekan, hech bo'lmasa hayotingizni to'g'rilab olinglar deyishdi. Ammo ayol eriga dedi. Bizda hech kim tortib ololmaydigan 2 narsa bor. Iymon va umid. Ular og'ir kunlarni birgalikda o'tkazishdi. Ba'zan uyda oziq-ovqat kam qolardi. Ba'zan eri ish topish uchun kech-kecha yurardi. Ayol esa uni yaxshi so'z bilan kutib olardi. Hatto o'zida hech narsa bo'lmagan paytda ham eriga umidingni yo'qotma. Og'ir kunlar ham o'tib ketadi derdi. Bir kuni kechasi eri undan so'radi. Sen hali ham farzand uchun duo qilasanmi? Ayol jilmaydi. Ha, shuncha yildan keyin hamma. Ha, agar qabul bo'lmasa-chi? Ayol bir necha lahza jim qoldi va dedi. Men Allohdan faqat biror narsa olish uchun duo qilmayman. Men unga yaqinlashish uchun duo qilaman. Eri boshqa hech narsa demadi. O'sha kecha ikkalasi ham namoz o'qishdi. So'ng ayol qo'llarini ko'tardi. Ko'zlarida yosh bor edi. Ammo bu safar uning duosi boshqacha edi. Ey Alloh, agar men istayotgan narsa menga nasib qilmagan bo'lsa,
Qalbimni o'zingning roziliging bilan to'ldir. Agar uning vaqti yaqinlashgan bo'lsa, ne'mat kelishidan oldin meni shukr qilishga tayyorla. U bu kechadan keyin hayotlari asta-sekin o'zgarishni bilmasdi. U ba'zan Alloh ne'mat berishdan oldin insonni sabr bilan tarbiyalashni bilmasdi. U faqat bitta narsani bilardi: duo qilishni tark etmaslik kerak. Ana shu sabr uni hech qachon unutmaydigan buyuk bir kunga yetaklayotgan edi. Oddiy kunlarning biri edi. Ayol har kungidek uyqudan uyg'ondi. Bomdod namozini ado etdi va namozdan keyin bir muddat o'tirib qoldi. Atrofda hamma narsa sokin edi. U hayotida yangi bir voqea boshlanayotganini bilmasdi. Oradan bir necha kun o'tdi. Ayol o'zini boshqacha his qila boshladi. Avvaliga buni charchoqdan deb o'yladi. Ammo keyin uni o'yga to'ldirgan belgilar paydo bo'ldi. Haqiqatni anglaganida bir necha lahza bir nuqtaga tikilib qoldi. Ko'zlariga yosh to'ldi. Ammo u darhol hech kimga xabar bermadi. Ikki qo'lini yuziga qo'yib past ovozda dedi: Alhamdulillah. Yillar davomida kutgan kunlari bir lahzada ko'z oldidan o'tdi. Yig'lab chiqqan barcha kechalari, yashirincha qilgan barcha duolari, eshitgan barcha og'ir gaplari, endi hech qanday umid qolmagandek tuyulgan barcha kunlari, hammasi ko'z oldiga keldi. Eri ishdan qaytganida ayol unga dedi: "Menda bir xabar bor." Eri uning yuziga qaradi. "Nima bo'ldi?" Ayol quvonch ko'z yoshlari bilan dedi: "Balki duoyimiz ijobat bo'lgandir." Eri avval jim qoldi. Go'yo bunga ishonish unga qiyin edi. Keyin ikkalasi ham yig'lashdi. G'amdan emas, shukurdan. Ular hali yo'l uzoq ekanini va hamma narsa Allohning irodasiga bog'liqligini bilishardi. Shuning uchun ular o'zlariga haddan tashqari suyanib qolishmadi. Duo qilishda davom etishdi. Ammo hayot ularni yana sinadi. Homiladorlik oson kechmadi. Ayol o'zini juda zaif his qilgan kunlar keldi. Qalbiga qo'rquv kira boshladi. Shuncha yillik kutishdan keyin biror narsa bo'lib qolsa-chi? Bu fikrlar uni qiynardi. Eri doimo Allohga tavakkul qil derdi. Ayol esa harakat qilyapman deb javob berardi. Bir kecha uning ahvoli birdan og'irlashdi. Eri uni shifokorga olib bordi. Tekshiruvdan keyin ehtiyot bo'lish kerakligini aytishdi. Ayol uyga qaytayotganda jim edi. Keyin dedi: "Men o'limdan qo'rqmayman. Men faqat bu ne'matni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman." Eri dedi: "Biz ne'matning egasi emasmiz. Biz faqat omonatdormiz." Bu gap ayolni tinchlantirdi. Oylar o'tdi. Nihoyat ayol tug'ruqxonaga olib boriladigan kun keldi. Soatlar o'tdi. Eri tashqarida kutib turardi. Vaqt juda sekin o'tayotgandek edi. Nihoyat uzoq kutishdan keyin chaqaloqning ovozi eshitildi. Eri boshini ko'tardi. Ko'zlari yoshga to'ldi. Bu ovoz uning uchun shunchaki bolaning yig'isi emas edi. Bu yillar davom etgan kutishning tugaganidan darak edi. Bu duoning javobi edi. Bolani onasiga yaqinlashtirishganda ayol uning kichkina yuziga qaradi. Qo'llari titrardi. U bolani bag'riga bosib dedi: "Ey Parvardigor, men sen meni eshitishingni bilardim." Ammo o'sha lahzada uning qalbiga yana bir savol keldi. Nega men shuncha yil kutdim? Qalbining o'zi unga javob berdi. Balki bu ne'mat oldinroq kelganida sen uning qadrini bunday bilmasding. Ayol tushundi. Ba'zan inson faqat natijaga qaraydi, ammo Alloh butun yo'lni biladi. Yillar davom etgan kutish uni o'zgartirib yuborgan edi. Ilgari u faqat farzand istardi. Endi esa eng buyuk ne'mat faqat farzandga ega bo'lish emasligini tushunardi. Eng buyuk ne'mat sinov paytida Allohni tark etmaydigan qalbdir. Bir necha kundan keyin ayol uyiga qaytdi. Uy o'sha uy edi. Devorlar o'sha devorlar edi. Hayot ham o'sha hayot edi. Ammo uning uchun hamma narsa o'zgargan edi. Go'yo yillar davomida jim turgan uy endi kichkina bir ovoz bilan jonlangandek edi. Kechalari u bolaga qarardi va ba'zan yig'lardi. G'amdan emas, shukurdan. Bir kuni kechasi eri undan so'radi: "Nega yig'layapsan?" Ayol dedi:
Men duoyimni Alloh eshitmayapti deb o'ylagan kunlarimni eslayapman. Endi esa har bir ko'z yoshimni u ko'rganini tushunyapman. So'ng dedi: inson bir marta duo qilganidan keyin javob olmasa, Parvardigori uni unutdi deb o'ylamasligi kerak. Hayotda har bir ne'matning o'z vaqti bor. Ba'zi eshiklar tez ochiladi, ba'zi eshiklar esa yillar o'tgach ochiladi. Ba'zi duolar inson istagan narsaning o'zi bilan javob bo'ladi. Ba'zi duolar esa boshqa shaklda javob topadi. Ba'zi duolar esa oxirat uchun saqlab qo'yiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bandaning duosi shoshilmaguncha va duo qildim, ammo qabul bo'lmadi demaguncha qabul bo'lishini aytganlar. Bu hikoya biz uchun katta bir saboqdir. Sabr inson hech qachon yig'lamasligi degani emas. Sabr inson yig'layotgan paytida ham Allohning rahmatidan umidini uzmasligidir. Balki sen ham bugun biror narsani kutayotgandirsan. Balki yillar davomida duo qilgandirsan. Balki hayotingdagi barcha eshiklar yopilgandek tuyulayotgandir. Ammo unutma, osmon eshigi "Yo Alloh" degan bir so'z bilan taqillatiradi. Noumidlik bilan emas. Balki javob bugun bo'lmas. Balki ertaga ham bo'lmas. Balki yillardan keyin bo'lar. Ammo sening vazifang duoni tark etmaslik, gunohni tark etish, sabr qilish va Alloh haqida yaxshi gumonda bo'lishdir. Chunki inson hikoyaning faqat bir qismini ko'radi, ammo Alloh butun hikoyani biladi. Ba'zan inson kechikdi deb atagan narsa Alloh huzurida eng yaxshi vaqt bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar bugun duoyingning javobini ko'rmayotgan bo'lsang, qalbing istasa yig'la, ammo taslim bo'lma. Qo'llaringni osmonga ko'tarib shunday de: ey Parvardigor, men qachonligini bilmayman, qanday bo'lishini ham bilmayman, ammo senga ishonaman. Balki mana shu birgina jumla yillar davomida kutgan mo'jizangning boshlanishi bo'lar. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Zero sizning qo'llab-quvvatlovingiz bizning mehnatimiz samarasidir. Keling, oxirida duo qilaylik. Mehribon Parvardigor, barcha bemorlarga shifo bersin. Musofirlarni o'z panohida asrab, sog' salomat vatanlariga qaytarsin. Farzand kutayotganlarga esa solih va soliha farzandlar nasib aylasin. Amin.